Beraverish kerak bunday pallalarda. Top kimgadir tegib kirib ketishi ham mumkin. 45-daqiqa 0-1. Xato. Va yana to'p oldinga yetkazib berildi. 1-1 vaziyat. Temurxo'ja bu gal zarba, gol. Gol Temurxo'jaga uzatmani yana o'sha Abdusalomov. Takroriy lavhada ko'rib olamiz. Temurxo'ja borib rahmat aytib qo'yish kerak. Voy, qanday pas. Yaqinroq plandan ko'rsatishmadi-da. Temurxo'ja hammasini to'g'ri baholadi. Darvozabon qayerda turganligini. Mana o'sha pas. Ya qoyili. Yana o'sha fikrni qaytaraman do'stlar. Gol plus pas bo'yicha biz hisoblashimiz kerak o'sha to'purarlarni.